O'rizor bozor atrofidan uy so'ragan qadrdonlar sizlar uchun bitta zo'r variant topib qo'ydim. Uchu bir sotuvga joylashgan 6 ta xonali mana shu xonadonimiz. Narxini ham boshidan aytib o'taman. Sizlar kommentariyada fikrlarni qoldiringlar. Narxi uyimizga mosmi yoki-da anchagina arzonmi? Narxi starti 295 ming dollar. Yana kelishadigan joyi bor. Lokatsiyamiz bo'lsa Uchtepa tumani Izza Fozilobod mahallasi bo'ti. Endi sizlar bilan obzor qilamiz. Siz bo'lsa uyimizni bir maza qilib tomosha qilib, kommentariyada albatta o'z fikringizni qoldirib keting. Xo'p, mahallani bitta ko'rsataman. 5 yulduzli mahalla, haqiqiy intelligentniy mahalla ekan bo'ladi. Gaz, svet, suv, kanalizatsiya hammasi bor. Uyimizning fasadini ko'rdinglar, sovuq holatda, lekin ichkariga kirib kelganimizda ichkarilari tramiting qilingan. Shunaqangi chiroyli uzungina yo'li bor. Bu yoqdan asosiy uyga kiriladigan eshik bor, birinchi eshik. Xo'p, bu yoqdan to'g'ri o'tarkanmiz. Bu yoqda oshxona joylashtirilgan bo'ladi mana. Oshxonaga kirib kelar ekanmiz. Oshxonamiz polniy kafil qilingan ekan, mana lekin zo'r hamma joyi kafil ekan. Faqat shift kafil emas ekan. Xo'p, bu yoq tarafdan hovliga chiqamiz. Mana hovliga chiqqanimizda bu yoqda hovlimizning o'rtasida zeleniy zona qilingan. Bu yoqdan podvolga tushsa bo'ladi. Podvolimizda isitish tizimlari va boshqa sistemalar o'rnatilgan bo'ladi. Undan tashqari podvolimizda yana 3 ta katta alohida xonalari va bitta kichkina xonasi ham bor. Umumiy 3 ta xona. Hovlimizning bu yoq burchagida mana umumiy sanuzelni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda o'zbekcha va ruscha deydimi, o'shanaqa sanuzellargacha qilingan. Endi sizlar bilan birga ichkarilarni ko'rib chiqamiz. Bu yoq tarafda uyimizga kiradigan ikkinchi eshigimiz joylashtirilgan bo'ladi. Hop, uyimizga ham kirib keldi. Bu yoqqa divanli zona qilingan. Bu yoqda mehmonlarni kutsangiz ham bo'ladi. Bu yoq tarafda kattalar uchun bitta yotoqxona joylashtirilgan. Hop, chiroqlarni yoqib qo'yamiz. O'zini alohida bu yoqda kattagina sanuzeli va yuvinish xonasi ham bor. Endi bu yoq tarafda umumiy sanuzel joylashtirilgan bo'ladi. Mana bu yoqda ko'rishingiz mumkin. Bu yoq tarafimizda bo'lsa, mehmonlarni kutish uchun kattagina mehmonxonamiz. Shu mebel, texnikalar mana shu ko'rib turganinglar, mehmonxonadagilar qoladi. Shiftlar juda ham chiroyli, balangini qilingan, juda ham chiroyli naqshlar bilan mehmonxonamizni bezatib qo'yibdilar. Bu yoqdan ikkinchi etajga chiqsak bo'ladi va pastga podvolga tushsak ham bo'ladi. Endi ikkinchi etajlar bilan ko'rib chiqamiz. Ikkinchi etajga chiqib kelar ekanmiz. Bu yoq tarafda yana umumiy ikkinchi etaj uchun sanuzel. Bu yoq tarafimizda bo'lsa, kattalar uchun yana bitta yotoqxona, o'zini yuvinish xonasi va sanuzellari ham alohida joylashtirilgan. Ikkita oila bo'lsangiz, aka-uka bo'lsangiz, bemalol xonalar yetadi sizlarga. Bu yoq tarafda bo'lsa, yana bitta kattagina mehmonxonamiz. Ko'chadan uyga kirish holda, ya'ni boyagi uzun yo'lagimiz polniy to'pli pol qilingan. Eshiklarni ham ko'rasizlar, MDF qimmat, spesialniy alohida maxsus yasatilgan eshiklar. Bu yoq yana bitta xonamiz. Bu yoq tarafda umumiy yuvinish xonasi. Bu yoq tarafimiz bo'lsa, yana bitta xona. Uyimizning orientiri Uchtepa rovodi va Izza Baliqbodda umumiy 350 kvadrat metr. Uyimizning rasmlari va lokatsiyasi Telegram kanalimda bo'ladi. Shunaqa yaxshi variantdan o'tkaza olmaslik uchun uy sotmoqchi bo'lsangiz yoki uy olmoqchi bo'lsangiz ham mening kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Xudo xolisa sizga manfaatli bo'lib qoladi. Qiziqqanlar uchun pastda egar raqam bo'ladi, telefon qilaverasizlar. Qadrdonlar, o'zinglarni ehtiyot qilinglar.